Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchi ustozlar hamda hurmatli o'quvchilar. Xudo xolasa, bugun biologiya masalalar to'plamidagi birinchi dars, ya'ni Lotrixga oid masalalar ishlashda bizga kerak bo'ladigan tushunchalar haqida gaplashamiz, ya'ni Lotrixning ko'payish sikli. Hop, birinchisi Lotrixning jinsiz ko'payish haqida gaplashamiz. Jinsiz ko'payishda Lotrix hujayrasi 4 yoki 8 ta hujayralarga bo'linadi. 4 yoki 8 ta hujayra. Ularning har biridan zasporalar hosil bo'ladi. Zasporalarda xivchillar soni 4 ta bo'ladi. Mana bu yerda tasvirlangan. Endi ular suvda suzib, ma'lum bir substratga, ya'ni bir tuproqqa tushgandan so'ng ularning ostki qismidan rizoid hosil bo'ladi. Bu rizoid vazifasi tuproqqa biriktirish. Endi yuqori qismidan vegetativ hujayra hosil bo'ladi. Vegetativ hujayra bo'linib, yangi Lotrix ipini hosil qiladi. Keyin esa jinsiy ko'payish. Lotrixning jinsiy ko'payishda teng kattalikdagi ikki xivchilli izogameta hosil bo'ladi. Mana bu yerda tasvirlangan. Har biri ikki xivchildan iborat izogameta. Endi ular suvda suzib yuradi, bir-biri bilan juft-juft bo'lib qo'shilib zigotani hosil qiladi. Ya'ni izogametalar birga qo'shilib zigotalarni hosil qiladi. Endi bu zigota qalin po'st bilan qoplanib tinim davrini o'tadi. Mana qalin po'st bilan qoplanib tinim davrini o'tadi. Natijada har biridan yangi Lotrix ipi hosil bo'ldi. Mana bu yerda jinsiy ko'payish tasvirlangan, mana gametalar qo'shilib zigotalarni hosil qiladi. Bu zigotalar meyoz jarayonida bo'linib turib, 4 ta gaploid to'plamli sporalar. Endi bulardan har biridan yangi Lotrix ipi o'sib chiqyapti. Demak, bitta zoosporadan bitta Lotrix yangi ipi hosil bo'lar ekan. Endi ikkita izogameta qo'shilib bitta zigotani hosil qiladi. Bitta zigotadan 4 ta yangi Lotrix ipi hosil bo'ladi. Demak, bizga kerak bo'ladigan tushunchalar shu. Endi shu kitobdagi ba'zi bir masalalarni tahlil bilan tanishib chiqamiz. Birinchi dars tahlili, ya'ni Lotrix ko'payishga oid masala tahlili bilan tanishib chiqamiz. Birinchi savol. Birinchi savolda aytayaptiki, 10 ta izogameta va 5 ta zasporada nechta xivchim bo'ladi? Bitta izogametada 2 ta xivchim bo'ladi. Bizda 10 ta izogametada 20 ta xivchim bo'ladi. 5 ta zasporada nechta xivchim bo'ladi? Bitta zasporada 4 ta xivchim bo'lsa, 5 ta zasporada 20 ta xivchim bo'ladi. Endi xivchimlar yig'indisi 20 qo'shsak 40 bo'ladi. Demak, birinchi savolga javob C ekan. Endi birinchi savoldan 10-chi savolgacha ko'p o'xshash. Xo'p, 10-chi savol. 170 ta xivchim nechta izogametada bo'ladi? Bitta izogametada 2 ta xivchim bo'lsa, 170 ta xivchim 85 ta izogametada bo'ladi. 10A. 16-chi savol. Lotrix jinsiy va jinsiz ko'payish jarayonida 200 ta izogameta va zaspora qatnashgan bo'lsa, shundan 30% izogametalarni tashkil qiladi. Izogameta zasporalarning umumiy xivchillar sonini aniqlang. Endi bizda izogameta bor hamda zoospora bor. Umumiy 2000 ta ekan, 200 ta ekan. Xo'p, endi shu 200 taning 30% ni izogametalar tashkil etar ekan. 30% izogameta bo'lsa, qolgan 70% zaspora bo'ladi. Endi 200 ni 0,3 ga ko'paytirsak 60 ta izogameta bo'ladi. 200 ni 0,7 ga ko'paytirsak 140 ta zaspora bo'ladi. Endi xivchillar sonini topish uchun 60 ni 2 ga ko'paytiramiz. Izogametada 2 ta xivchim bor, 120 ta bo'ladi. Endi 140 ni 4 ga ko'paytiramiz. Bitta zasporada 4 ta xivchim borligi uchun 600 hop 140 ko'paygan 4. 560 ta bo'lar ekan. 560 ta. Jami xivchillarni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 680 ta bo'ladi. Demak, 16-chi savol A. 21-chi savol. Lotrixning jinsiy va jinsiz ko'payish jarayonida 150 ta izogameta va zasporalar qatnashgan bo'lsa, shundan 3 dan 1 qismini izogametalar tashkil qiladi. Qolgan 3 dan 2 qismi demak zasporaga qoladi. Xo'p, bizda izogameta, zoospora hamda umumiysi. Bizda jami 3 ga teng. 3 dan 1 izogametaga, qolgan 3 dan 2 qismi zasporaga tegishli. Jami 150 ta ekan. Xo'p, proporsiya qilsak. 150 ni 1 ko'paytirib 3 ga bo'lsak 50 ta izogameta bo'ladi, qolgani 100 tasi zasporaga qoladi. Endi izogameta va zasporalar xivchillar sonini aniqlaydi.
50 ni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki bitta izogametrida ikkita ixcham bor. 100 ta bo'ladi. 50 ko'paygan 2. 100 ni 4 ga ko'paytirsak 400 ta bo'ladi. 400 taga 100 tani qo'shsak umumiy 500 ta ixcham bo'ladi. 21-savolga javob D. 26-savol. Izogametra zasporalarining umumiy xifchillar soni 1000 ta bo'lib, xifchillar 20% zasporalarga tegishli. Demak, izogametra zoospora. Endi xifchillarning 20% zasporaga tegishli, qolgan 80% esa izogametraga tegishli. Endi jami yig'indisi 1000 ta bo'lar ekan. Endi 1000 ni 80 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak 800 ta bo'ladi. 1000 ni 800 ga ayirsak 200 ta zasporadagi xifchillar. Bu hozir xifchillar soni. Endi izogametralar sonini aniqlaymiz. Izogametralar sonini aniqlash uchun 802 ga bo'lamiz. 400 ta izogametrada 800 ta xifchil degan. Demak, to'g'ri javob 26 ga B. Izogametra zasporalarining umumiy xifchillar soni 2000 ta ekan. Xo'p, 37-savol. Izogametra hamda zasporada 2000 ta xifchim bor ekan, jami. Endi izogametralarning xifchillar soni zaspora xifchillaridan 40% ga ko'proq. Demak, zasporalarni x deb olsak, izogametralar x plus 40 bo'ladi. Yig'indisi 100 bo'lishi kerak. Endi x plus 40 plus x teng 100% bo'ladi. Tenglama ishlaydigan bo'lsak, x ga x 2 x teng 100 dan 40 ni ayiradigan bo'lsak, 60. X teng 30% ekan. Demak, zasporalar umumiy xifchillarni 30% ni tashkil etar ekan. Endi x ga 40 ni qo'shadigan bo'lsak, qolgan 70% esa izogametralarga qoladi. Endi zasporalar sonini aniqlaymiz. 2000 ni 0.3 ko'paytirsak 600 ta zaspora bo'ladi. 600 ta zaspora. Endi 600 ta zasporadagi xifchillar bo'ladi. Bizda 4 ta xifchil bitta zasporaga tegishli bo'lsa, 600 ta xifchil nechta zasporaga? 604 ga bo'lsak 150. To'g'ri javob D. 39-savol tahlili. Izogametra va zasporalarning umumiy xifchillari 2400 ta bo'lib, izogametralar xifchillar soni zasporalardan 25% ga kam ekan. Xo'p, endi izogametra zoospora. Do'ngida zasporani x deb olsak, endi x dan 25 ni ayirsak, bu izogametralarga qoladi. Yig'indisi 100 bo'lishi kerak. X minus 25 plus x teng 100. Endi minus bu tomonga plus bo'lib o'tib ketadi. 100 ga 25 qo'shsak 125 teng, x ga x qo'shsak 2x. X teng 62.5 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi umumiy xifchillar soni 2400 ta deyilgan. 2400 ta. Shu 2400 tamiz 100% bo'ladigan bo'lsa, undan 62.5% zasporalarga tegishli bo'ladi. Qolgan 37.5% izogametralarga tegishli bo'ladi. 2400 ko'paygan 0.625. Demak, 1500 ta zaspora xifchillar soni, qolgan 900 ta izogametra xifchillar soni. Zasporalarni aniqlash uchun 1500 ni 4 ga bo'lamiz. Zasporalar kelib chiqadi. 1500 ni bo'lamiz 4 ga, 375 ta. Demak, zasporalar soni C javob bo'ladi. 42-savol tahlili. Izogametra va zasporalar umumiy xifchillari 3200 ta ekan. Izogametralar xifchillar soni zaspora xifchillaridan 1200 taga ko'proq ekan. Izogametralar sonini aniqlang. Demak, izogametralar hamda zoosporalar. Endi aytayaptiki, umumiy xifchillari 3200 ta ekan. 3200 ta. Endi izogametra xifchillar soni zaspora xifchillardan 1200 taga ko'p ekan. Demak, 2x teng 4y plus 1200 ta. Xo'p, endi bizda tenglama bor edi. 2x plus 4y teng 3200 bo'ladigan bo'lsa, 2x imiz 4y plus 1200 ga teng. Endi 4y plus 1200 plus 4y teng 3200. Xo'p, endi 4y ga 4y 8y teng 3200 dan 1200 ayrilib ketadi, 2000 qoladi. Y teng, xo'p, 2000 ni bo'lamiz 8 ga. 200
50. Demak, bu zasporalar kelib chiqdi. Zasporalar 2250 ta ekan. Endi x topadigan bo'lsak, hop, 250 ni 4 ga ko'paytirsak, 250 ko'paygan 4 1000. Endi bizda jami 3200 deydi. 3200 ni ayirsak 2200, 2200 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2x ga 1100 ta. Bu endi demak izogametrlar soni kelib chiqdi. To'g'ri javob B. 46-savol tahlili. Hop, izogametr zasporalar umumiy xifchilar soni 2400 ta bo'lib, izogametrlarning xifchilar soni zaspora xifchilaridan 2 marta kamroq ekan. Demak, zasporalardan 2 marta kamroq. Bu degani 2x ko'paygan 2 teng 4y ekan. Demak, 4y imiz 4x ga teng bo'ladi. 4y teng 4x ga. Endi bizda tenglama 2x plus 4y teng 2400. Xo'p, endi 4y ni o'rniga 4x qo'yadigan bo'lsak, 2x plus 4x teng 2400. 6x teng 2400. X teng 2400 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak, 400 bo'ladi. Demak, x bu izogametrlar soni kelib chiqdi. Bizdan ham izogametrlarni so'ragan. To'g'ri javob C. 52-savol tahlili. 3000 ta izogametr zaspora bo'lib, ularning xifchilar soni 8000 ta bo'lsa, izogametr sonini aniqlang. Hop, umumiy x plus y, x izogametr, y zasporalar. Umumiy 3000 ta ekan. 3000 ta. Endi ulardagi xifchilar soni, izogametrda 2 ta xifchim bor, zasporada 4 ta xifchim bor. 2x plus 4y teng 8000 ta ekan. Endi yuqorini 2 ga ko'paytirsak, x li qisqarib ketadi. 2 ni y ga ko'paytirsak 2y, 4y dan 2y ayirsak 2y teng 2 ni 3000 ga ko'paytirsak 6000, 6000 dan 8000 ayirsak, demak 2000 qoladi. 2000 ni 2 ga bo'lsak, y'imiz 1000 ta bo'ladi. Xo'p, endi x topadigan bo'lsak, x imiz o'shanda 2000 ta bo'ladi. X bu izogametrlar soni kelib chiqdi, y zasporalar. Bizdan izogametrlar so'ragan. To'g'ri javob D. 55-savol tahlili. 900 ta izogametr zaspora bo'lib, ularning xifchilar soni 2200 ta bo'lsa, izogametrlar sonini aniqlang. Xuddi 52-savol bilan bir xil ekan, o'zingizlar ishlab qo'yasizlar.